39 savol. Savolda aytilyapti, malyar massasi 28,8 gramm bo'lgan metan va metanol bug'laridan tashkil topgan aralashmaning yonishi uchun 4,8 mol kislorod sarflangan. Dastlabki aralashmaning massasi aniqlanyapti. Demak, hop, dastlabki aralashmada metan bilan metanol bug'laridan tashkil topgan ekan. Bu o'rtacha massasi ekan. O'sha o'rtacha massasi metan diagonal usuldan foydalanamiz va metanol CH3 OH. Metan massasi 16, metanol massasi esa 32. Demak, o'rtacha massasi 28,8. Demak, ayiramiz. 28,8 dan 16 ni ayirib tashlaydik, 12,8. 32 dan 28,8 ayirsak 3,2 mol bo'ladi. Ya'ni 3,2 bo'ladi. Xo'p, demak mol nisbati 4x ga x mol ekan. Demak, 4x mol deb olamiz, buni esa 4x mol deb olamiz. Endi bularni yondiramiz. Xo'p, metanni yondiradigan bo'lsak, 2 mol kislorod sarflanadi, karbonat angidrid hosil bo'ladi va 2 mol suv hosil bo'ladi. Demak, metanolni yoqadigan bo'lsak, CH3OH plus kislorod, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi, 2 mol suv. Demak, jami 4 mol suv, bu yerga esa 1,5 mol qo'yamiz. Demak, 3, 1 qo'ysak 4 bo'ladi. Demak, metanimiz x mol ekan. Bu yerdan oldik x mol. Metanolimiz 4x mol ekan. Jami kislorodimiz 4,8 mol sarflangan. Shundan kislorod topadigan bo'lsa 2x mol metandan hosil bo'lgan. 4x ni 1,5 ko'paytiradigan bo'lsak 6x mol esa metanoldan hosil bo'lgan. Tenglamani yozamiz. 2x plus 6x teng bo'ladi 4,8 ga. Hop, 8x teng 4,8. X teng 0,6 mol. Demak, x nas 0,6 ga teng ekan. Endi dastlabki aralashma massasini topishimiz kerak. Dastlabki aralashmada demak x mol 16, demak x mol metan edi. 16 ko'paytirilgan 0,6 teng. Hop, 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 0,6. Demak, aralashma massasini topamiz. Hop, 16 ni ko'paytiramiz 0,6 ga. Hop, 16 ko'paytirilgan 0,6. Demak, 9,6 bo'ladi. Hop, 32 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 0,6. 76,8. Demak, ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Aralashma massasi kelib chiqadi. 9,6 ni qo'shsak 86,4 gramm ekan. 86,4 gramm ekan aralashma massasi. Bizda to'g'ri javob 86,4.